Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Hurmatli prezidentimiz tomonidan ish tajribasi asosida bank rahbarlari o'z mijozlari bilan uchrashib, ulardagi mavjud muammolarni hal qilish orqali yangi ish o'rinlarining ochilishi, tadbirkorlik faoliyatida bo'layotgan bank bilan bog'liq muammolarni hal qilish masalasini topshirib bo'lib o'tgan. Shu munosabat bilan sizlar bilan uchrashib turibmiz. Hozirda bugungi kunda bankimiz tomonidan tadbirkorlikda uchun bir qancha kredit mahsulotlari bor. Bulardan birisi Hoji Bardam stavsiyasi orqali oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasidagi kredit. Keyin yana birisi biznesga birinchi qadam krediti. Bu kredit 30 milliongacha 3 oy imtiyozlar bilan 24 oy muddatga 27% beriladi. Keyin moliya ommabop krediti bor, inklyuziv kredit. Bu kreditimiz naqd pulda beriladi. 3 yil muddatda buni kredit olish uchun avval imtiyoz kredit olib yopgan bo'lish kerak. Keyin bu kredit 3 yil beriladi. 6 oy imtiyozlari bor. Keyin yana bir kreditimiz bor. Bu naqd kredit emas, plastikga tushadi. Zalog bilan beriladi, moliya o'lchamaydigan kreditimiz. Bu 6 oy imtiyozlar bilan bu ham 3 yil muddatda beriladi, o'z-o'zidan berilgan shaxslarga. Bu kredit olish uchun zalog qo'yish kerak. Keyin yana bir kreditimiz bor. Kichik biznes uchun qo'llab-quvvatlash PK 312 soliq qarori bilan bu kreditimiz 20% dan 100 million fond kafilligi bilan 100 million balandli 300 milliongacha